14 noyabr Xalqaro diabet kuni. Bugun biz diabet bilan yashayotgan odamlarni va ularga har kuni yordam berayotganlarni tabriklaymiz. Dunyoda 500 milliondan ortiq insonda diabet aniqlangan. Lekin diabet bu umrbod tushkunlik emas. Bu bilim, bir-birini quvvatlash va matonat talab qiladigan hayot yo'lidir. Hozirgi kunda yangi texnologiya CGM uzluksiz qand monitori yoki tekshiruvi diabet hayotini o'zgartiradi, chunki ko'proq imkoniyat beradi. Bir marta o'rnatilgan CGM 2 hafta davomida har 5 daqiqada qand miqdorini o'lchab turadi, og'riqsiz va doimiy. Qand miqdori normadan o'zgarsa, belgi beriladi. Yaxshilangan nazorat bu albatta qandli diabet asoratlarini kamaytiradi. CGM yangi texnologiya sizni qiziqtirgan bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling.